Oybekga mana barbeshopga ham keldim. Choch ekkanimga 9 oy bo'ldi. Mana stilda tanlab, polni ukladkalar qilib yuribmiz bunaqa. Chiroyli. Sizga rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. O'zi hamma tanishlarimga, og'aynilarimga maslahat beraman. Inshaalloh talpa bo'lib borishadi, aka. Rahmat. Oybek aka, assalomu alaykum. Aka, tuzimiz tinchmisiz, charchamayapsizmi? Aka 9 oy o'tdi operatsiyamizdan, esingizda bo'lsa, xudo xolisa mana rezultat. Meni o'zimga juda yoqyapti. Ko'rgan odamlar ham mazza qilyapti. Xudo xolisa men xursandman. Glavniysi. Qolganlar ham xursand bo'ldi meni ko'rib. Salomat bo'ling aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin, ishingizga rohat. Assalomu alaykum. Oybek aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi aka? Mana aka. Sochlarning ko'rinishi ancha yaxshi bo'lib qoldi aka. Xudo xolisa mana 7-8 oylik holati. 7 oydan oshib 8 oyga yaqinlashyapti. Mana shu holatga keldi. Yaxshi aka. Zo'r.